Senga bir marta eshigini yuzingga bekitgan odaming, bir marta senga yolg'on gapirgan odaming, bir marta senga xiyonat qilib, seni keraksiz qilib, seni oyoq osti qilgan odamga hech qachon o'girilib yig'lama. Bu seni nafsing. Тебе было удобно, ты плачь. Отпусти. Флаг тебе дорога. O yo'lda uni eshigimga ham eshik bekitadiganlar ko'p bo'ladi. O'lmasang tomosha qilasan, eshitasan. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim azizlarimiz, hayotda olg'a qarab, tafakkur qilib, haligi bo'kirib yig'lab, "Voydut, men yolg'izman" deb. Siz hech qanaqasiga yolg'iz emassiz. Hech qanaqasiga. Ibodat qilgan odamni o'zi haligi er-xotin ham uyda bo'lib turib ham ibodat qilsa, er-xotin bir-biriga qaramay yolg'iz o'tirib ana qiladi, misolda kunlardir bo'lib ketadi shunaqa. Shuning uchun bugungi zamonda hech kim o'zi asli yolg'iz emas. Ibodatini qilib, ishini yaxshi ko'rib, bola chaqasiga qarab, qozonini yuvgan odamga Allohdan boshqa hech kim kerak emas. Chunki odam o'zini holiga yig'lash kerak.